Go jigarlar, endi hammasi boshqacha do'stlar. Mana ko'rib turibsizlar, WinWinBetda qanday qilib registratsiyadan o'tishni ko'rsatib o'taman do'stlar. Registratsiyani bosamiz, adinkilik po telefonu paymail degani bor. Xohlaslaring email, telefon, adinkilik orqali o'tsa bo'ladi. Men telefon orqali o'tganman do'stlar, adinkilik bilan ko'rsatib o'taman do'stlar. Xo'p, adinkilikni bosamiz, O'zbekiston so'mi va mana bu promokod degan joyga. Xo'p, soqqa bos promokodini teramiz do'stlar va bonus va sport degan joyga Casino Plus Games tanlaymiz. Va mana bu joyda galochkalarni shunday belgilaymiz, registratsiyani bosamiz do'stlar. Soqqa bos promokodini kiritgandan keyin albatta bonus beradi, depozit to'ldirilsa. Tak, hozir 11 million 900 dan 12 million deylik. 12 milliondan 150 ta free spin bilan o'shancha bonuslarni beradi do'stlar. Xo'p, robot yoki robot emas ekanligingizni tasdiqlang dedi. Tasdiqladik. Mana login parol berdi ko'rganlaringizda. Mana bunday saqlayni skrinshot qilib qo'yamiz va men hozir shu joyda ko'rsatib o'taman. Nomerni kiritishdi do'stlar. Nomerni kiritgandan keyin bu akkaunt yo'qolmaydi. 100% misol pul yechish, kiritish muammolar bo'lmasligi uchun menyuni bosamiz do'stlar. Настройка tepada настройкani bosgandan keyin настройка безопасность bo'limi bor. Mana bu yerda nomer telefoni degan joyga, mana shu joyga shunday qilib turib nomerlaringni, o'zlaring nomerlaringni yozasizlar va привязать bosgandan keyin SMS keladi do'stlar. SMS kiritib qo'yasizlar, bu akkaunt уже sizlarniki. Ana shunday do'stlar. Xo'p, soqqa bos promokodi albatta bonuslarni olishga yordam beradi. Kim bu kanalda obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar, videoni qo'llab-quvvatlanglar. Yangi kontentlarni sizlar uchun qilaveramiz do'stlar.